Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, juda foydali va ko'pchilik oilalarga bevosita ta'sir qiladigan xabar haqida gapiraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki pensiya oladigan ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yoki o'zingiz uchun pul, hujjat, imtiyoz va qayta hisoblash masalalarida aniq foyda bo'lishi mumkin. Men bugun hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalar o'zgaryapti? Kimlar bundan yutadi? Kimlar albatta tekshirtirish kerak? Qaysi joylarda ehtiyot bo'lish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim qismi amaliy qadamlar bo'ladi. Qayerga murojaat qilish? Qanday hujjatlarni tayyorlash? Nimani yozish? Qanday xatolardan saqlanish kerakligini birma-bir aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamga vaqtida yetib borsa, kimningdir pensiyasi oshishi, kimdir o'z haqqini qaytarib olishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya, nafaqa, ish staji, hujjat va ijtimoiy to'lovlar masalasida odamlar eng ko'p qiynaladigan nuqtani ko'raman. Muammo shundaki, ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin hammasi tugadi. Endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Pensiya miqdori ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqilishi, hujjatlar to'ldirilishi, ish staji aniqlanishi, qo'shimcha ustamalar qo'shilishi yoki oldin hisobga olinmagan davrlar kiritilishi mumkin. Avvallari ko'p masalalar qog'oz hujjatga bog'liq bo'lgan. Masalan, odam 1970-yildan 1995 yilgacha bir zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida muhr-xira tushgan, tashkilot nomi o'zgargan, arxivga topshirilgan hujjat topilmagan. Natijada odamning haqiqiy ishlagan yillari to'liq hisoblanmagan. Shunday vaziyatda pensioner yillar davomida kamroq pensiya olib kelgan bo'lishi mumkin. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Arxiv ma'lumotlarini izlash tartibi osonlashmoqda. Murojaatlarni yozma va elektron shaklida berish imkoniyatlari kengaymoqda. Eng muhimi, odam o'z huquqini bilsa, u menga shunday hisoblab berishgan ekan deb jim yurmasligi kerak. Yana bir katta o'zgarish shuki, pensionerlar uchun ayrim to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar va xizmatlardan foydalanish tartibi bosqichma-bosqich aniqroq bo'lib bormoqda. Kimdir yosh bo'yicha pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Har birining hisob-kitobi bir xil emas. Shuning uchun men bugun umumiy yaxshi xabarni shunday tushuntiraman. Agar pensiyangizda xatolik bo'lsa, stajingiz to'liq hisoblanmagan bo'lsa, farzand parvarishi davri, harbiy xizmat, o'qish yoki boshqa qonuniy davrlar kiritilmagan bo'lsa, sizda uni qayta tekshirtirish imkoniyati bor. Bundan tashqari, ayrim toifadagi pensionerlar qo'shimcha imtiyoz va ustamalarga da'vogarlik qilishi mumkin. Endi asosiy masalaga o'tamiz. Pensionerlar nimani bilish kerak? Birinchi navbatda pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. U ish staji, rasmiy ishlagan yillar, ish haqi ma'lumotlari, ayrim imtiyozli davrlar, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar, alohida xizmatlari yoki qonunda belgilangan qo'shimcha omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir xil yoshdagi ikki odamning pensiyasi har xil bo'lishi tabiiy. Lekin farq adolatli hisob-kitob natijasimi yoki hujjatdagi kamchilik sababmi? Mana shu savolni tekshirish kerak. Masalan, birinchi hayotiy vaziyatni olaylik. Almistakis yoshli Akmal aka 35 yil ishlagan deb o'ylaydi. U Sovet davrida zavodda ishlagan, keyin qurilish tashkilotida ustachilik qilgan, keyin yana bir necha yil fermer xo'jaligida ishlagan. Pensiya tayinlanganda unga 7 yil staj hisoblangan. Akmal aka esa mayli davlat biladi deb yuravergan. Keyin farzandi mehnat daftarchasini ko'rib, ayrim yillarda tashkilot nomi o'zgargani sababli yozuvlar aniq qolganini sezadi. Arxivdan ma'lumotnoma olinadi. Natijada yana 5 yillik staj tasdiqlanadi. Bu har doim pensiya keskin oshadi degani emas. Lekin ayrim holatlarda oyiga 5 ming, 200 ming, hatto undan ko'proq farq qilishi mumkin. Bir oyda kichik ko'rgan farq bir yilda katta summaga aylanadi. Oyiga 1 ming so'm qo'shimcha bo'lsa, bir yilda 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Pensiyoner uchun bu dori-darmon, kommunal to'lov yoki ro'zg'or xarajatida sezilarli yordam. Ikkinchi misol, 63 yoshli Mohira opa pensiyaga chiqqan. Lekin ilgari 3 farzandini parvarish qilgan davrlari hisobga olinganmi yoki yo'qmi bilmaydi. Ko'p ayollar aynan shu joyda xato qiladi. Men uyda bola boqqanman, demak stajga kirmaydi deb o'ylaydi.
Aslida qonunchilikda ayrim davrlar belgilangan tartibda ish stajiga qo'shilishi mumkin. Buning sharti, muddati va hujjati bor. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi va boshqa ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Mohira opa buni tekshirtirganda ayrim davrlar hisobga olinmagani aniqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, yaxshi xabar shuki, ayniqsa ayollar o'z hujjatlarini qayta tekshirtirsa, oldin e'tibordan chetda qolgan davrlar aniqlanishi mumkin. 3-misol. 7 yoshli Sodiq ota armiyada xizmat qilgan, keyin uzoq yillar haydovchi bo'lib ishlagan. U pensiya hujjatda harbiy xizmat davri bor yo'qligini bilmaydi. Ko'p odamlar harbiy xizmatni alohida davr deb ko'radi va pensiyaga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda harbiy xizmat davri staj hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Buni tasdiqlash uchun harbiy bilet, arxiv ma'lumotnomasi yoki tegishli organlardan olingan tasdiq kerak bo'ladi. Agar bu davr oldin kiritilmagan bo'lsa, odam murojaat qilishi kerak. Men har doim shuni aytaman. Og'zaki bo'lsa kerak degan gap yetarli emas. Hujjat bilan tekshirtirish kerak. 4-misol. Pensioner ishlashni davom ettiryapti. Bu juda keng tarqalgan holat. Kimdir qorovul bo'lib ishlaydi, kimdir maktabda, kimdir kichik do'konda, kimdir fermer xo'jaligida mavsumiy ish qiladi. Bu yerda asosiy savol: u rasmiy ishlayaptimi yoki yo'qmi? Agar ish rasmiy bo'lsa, soliq va ijtimoiy ajratmalar bo'yicha ma'lumotlar bazalarida aks etishi mumkin. Ayrim holatlarda bu keyingi hisob-kitoblarda ahamiyatli bo'ladi. Agar odam norasmiy ishlasa, bugun qo'liga pul olgandek ko'rinadi, lekin huquqiy himoya, ish staji, ish haqi tasdig'i va kelajakdagi hisob-kitoblarda muammo tug'ilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga ham, ularning farzandlariga ham aytaman. Pensiya yoshida ishlayotgan odamning mehnati rasmiylashtirilgan bo'lishi juda muhim. Kimlar albatta xavotirlanib, hujjatlarni tekshirtirish kerak. Birinchidan, mehnat daftarchasida o'chgan. Xira, mursiz, imzosiz tashkilot nomini to'liq yozilgan joylar bo'lganlar. Ikkinchidan, Sovet davrida kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tresti, maishiy xizmat kombinati, shirkat xo'jaligi kabi tashkilotlarda ishlaganlar. Chunki bunday tashkilotlarning ko'pi tugatilgan, nomi o'zgargan yoki hujjatlari arxivga topshirilgan bo'ladi. Uchinchidan, pensiya tayinlanganda shoshilinch hujjat topshirgan, keyin olib kelasiz deyilgan. Lekin keyin o'sha hujjat kiritilmagan odamlar. 4-dan, ayollar, ayniqsa bir necha farzand tarbiyalagan va ishlash davrida tanaffuslar bo'lganlar. 5-dan, harbiy xizmat, uzoq hududlarda ishlash, zararli mehnat sharoiti, imtiyozli kasb yoki alohida toifadagi ishlar bo'yicha davri bor odamlar. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi mumkin? Agar pensiya yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron bazada to'liq bo'lsa, mehnat faoliyati asosan rasmiy ish haqi bilan yuritilgan bo'lsa, arxiv davrlari bo'lmasa va pensiya tayinlashda sizga hisob-kitob aniq tushuntirilgan bo'lsa, katta xatolik ehtimoli pastroq bo'ladi. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men masalani shunday qo'yaman. Inson o'z pensiya hujjatini kamida bir marta tushunib olishi kerak. Qaysi yillar hisoblangan, qaysi ish haqi olingan, qanday ustama bor, qanday ustama yo'q. Buni bilish har bir pensionerning huquqi. Yana muhim jihat, pensionerlar orasida murojaat qilsam, pensiyamni kamaytirib qo'yishmaydim degan qo'rquv bor. Bu juda ko'p uchraydi. Men buni tushunaman. Chunki odam doimiy daromadidan xavotir oladi. Lekin huquqiy tartibda yozma murojaat qilish, ma'lumot so'rash, hisob-kitobni tushuntirib berishni talab qilish normal holat. Albatta, agar oldin noto'g'ri ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, alohida huquqiy masalalar chiqishi mumkin. Lekin shunchaki mening pensiyam qanday hisoblanganini tushuntirib bering deyishdan qo'rqmaslik kerak. Siz pul so'rayotgan begona odam emassiz. Siz yillar davomida mehnat qilgan fuqaro sifatida o'z haqqingizni aniqlashtiryapsiz. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta. Har qanday eski hujjat avtomatik ravishda stajga qo'shilmaydi. Masalan, odam men falon joyda ishlaganman deydi. Qo'lida eski rasm, guvohlar yoki kasaba uyushmasi bileti bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisobida asosiy narsa rasmiy tasdiqdir. Mehnat daftarchasi buyruq nusxasi, ish haqi vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy bilet, o'qish yoki xizmat davrini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Guvohlarning ko'rsatmasi ayrim murakkab holatlarda yordam berishi mumkin. Lekin bu alohida tartib va hamma vaziyatda yetarli bo'lavermaydi. Ikkinchi nozik nuqta, ish haqi yuqori bo'lgan davrni topish muhim.
Pensiya hisob kitobida faqat staj emas, ish haqi ma'lumotlari ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, odam 40 yil ishlagan, lekin eng yuqori ish haqi olgan 5 yoki 10 yillik davr hujjat bilan tasdiqlanmagan. Natijada hisob kitob pastroq ma'lumot asosida qilingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun arxivdan faqat ishlagan degan ma'lumotnoma emas, imkon bo'lsa, oylik ish haqi bo'yicha ma'lumot ham so'rash kerak. Ayniqsa 1980-1990 yillarda yaxshi lavozimda ishlagan ustama, mukofot, razryad, navbatchilik yoki qo'shimcha to'lov olgan odamlar uchun bu muhim. 3-nozik nuqta: tashkilot tugatilgan bo'lsa ham hujjat yo'qoldi degani emas. Ko'pchilik shu yerda to'xtab qoladi. Zavod yo'q, demak hujjat ham yo'q deydi. Aslida tugatilgan tashkilot hujjatlari davlat arxiviga, tuman yoki viloyat arxiviga, huquqiy voris tashkilotga yoki boshqa idoraga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan nomlar o'zgargan bo'ladi. Masalan, avval kolxoz bo'lgan, keyin shirkat xo'jaligi, keyin fermer xo'jaligi yoki boshqa tuzilma bo'lgan. Arxivga murojaat qilganda eski nom, taxminiy yillar, lavozim, bo'lim nomi, rahbar yoki brigada nomi kabi ma'lumotlarni aniq yozish qidiruvni osonlashtiradi. 4-nozik nuqta: pensionerning o'zi bora olmasa ham farzandlari yordam berishi mumkin. Lekin bu yerda ishonchnoma masalasi chiqadi. Oddiy hujjat topshirishda ayrim idoralar yaqin qarindoshning yordamiga ruxsat berishi mumkin. Lekin rasmiy ariza, ma'lumot olish, shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlash uchun ishonchnoma talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun farzandlar ota-onasining hujjatini ko'rib chiqayotganda avval qaysi idoraga borish, qanday ariza yozish, kim imzo qo'yish kerakligini aniqlab olsin. 5-nozik nuqta: telefon orqali kelgan va pensiyangiz oshadi, kartangiz raqamini ayting deganlarga ishonmang. Bu juda katta xavf. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. Hech qachon bank kartasining to'liq raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod, ilova paroli, pasport ma'lumotlari yoki plastik karta suratini begona odamga yubormang. Pensiya oshishi, qayta hisoblash, nafaqa yoki kompensatsiya masalasi rasmiy idora, yozma ariza, shaxsiy kabinet yoki davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. Hech bir halol xodim sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. 6-nozik nuqta: barcha pensionerlarga bir xil qo'shimcha pul tushadi degan gaplarga ehtiyot bo'ling. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerlarga falon million so'm beriladi yoki bugun ariza yozganlarga qo'shimcha to'lov bor degan xabarlar ko'p tarqaladi. Bunday xabarni ko'rsangiz darhol ishonmang. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organlari, MyBokAvkov, uz, mahalla yoki tuman bo'limlari orqali aniqlang. Chunki har bir to'lovning aniq sharti bo'ladi. Yosh, daromad, toifa, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar, hudud, ariza muddati yoki boshqa talablar bo'lishi mumkin. 7-nozik nuqta: qarzdorlik, aliment, ijro hujjatlari yoki bank krediti masalalari pensiya kartasiga ta'sir qilishi mumkin. Ayrim pensionerlar pensiyadan ushlab qolish bo'lyapti, lekin nima sababligini bilmaydi. Bu holatda bankni ayblashdan oldin ijro hujjati bormi, sud qarori bormi, kredit bo'yicha avtomatik yechib olish bormi, shuni tekshirish kerak. Pensiya ijtimoiy to'lov bo'lgani uchun ayrim cheklovlar va tartiblar mavjud, lekin muammo bo'lsa, albatta yozma tushuntirish talab qiling. Shunaqa ekan deb jim qolmang. Endi men sizga aniq yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam: pensiya hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, harbiy bilet bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, eski ish joyidan berilgan ma'lumotlar, ish haqi haqidagi spravkalar, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Hujjatlarni aralashtirib paketga solib yurish xato. Har bir hujjatning nusxasini ham tayyorlab qo'yish foydali. Ikkinchi qadam: pensiyangiz qanday hisoblanganini bilib oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori qaysi ish staji, qaysi ish haqi ma'lumotlari va qaysi davrlar asosida hisoblanganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Bu juda oddiy, lekin kuchli ariza. Chunki siz shunchaki og'zaki javob emas, aniq hisob-kitob so'rayapsiz. 3-qadam: mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni tekshiring. Sana bormi? Ishga qabul qilish buyruq raqami bormi?
ishdan bo'shash sanasi bormi, muhr bormi, tashkilot nomi o'qiladimi? Familiyangiz o'sha davrdagi hujjatlar bilan mos keladimi? Ayollarda familiya o'zgarishi ko'p uchraydi. Masalan, mehnat daftarchasi qizlik familiyasi pasportda turmushdagi familiya bo'lishi mumkin. Bunda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Aks holda arxivdagi ma'lumot sizga tegishli ekanini isbotlash qiyinlashadi. 4-qadam, agar biror davr hisobga olinmaganini sezsangiz, arxivga murojaat qiling. Arizada eski ish joyining nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'lim yoki sex nomini, o'sha paytdagi manzilni yozing. Men 1994 yildan 1990 yilgacha falon zavodda chilangar bo'lib ishlaganman. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shash bo'yicha buyruqlar hamda ish haqi ma'lumotlari yuzasidan arxiv ma'lumotnomasi berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Qanchalik aniq yozsangiz, javob olish imkoniyati shunchalik oshadi. 5-qadam, javoblarni yozma oling. Telefon orqali topilmadi deyishsa, yozma javob so'rang. Chunki yozma javob keyingi murojaat, yuqori tashkilotga shikoyat yoki sud tartibida masalani ko'rib chiqishda kerak bo'lishi mumkin. Men odamlar ko'p qiladigan xatoni ko'p ko'rganman. Idoraga boradi, og'zaki gap eshitadi, qaytib keladi, keyin hech qanday isbot bo'lmaydi. Shuning uchun ariza kirim qilingan sana, raqam, javob nusxasi hammasini saqlang. 6-qadam, pensiya qayta hisoblash uchun asos topilsa, rasmiy ariza bering. Arizada mening pensiyamni yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. Arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumoti, harbiy bilet nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi va boshqalar. Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz, bir nusxasi idorada qoladi. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. Bu juda muhim. 7-qadam, bank kartangiz va to'lovlarni nazorat qiling. Pensiya qaysi sanada tushyapti? Qancha tushyapti? Oldingi oy bilan farq bormi? Ushlab qolish bormi? SMS xabarlar keladimi? Bank ilovasida ko'rinadimi? Shularni kuzating. Agar kutilmagan kamroq summa tushsa, darhol bankdan va pensiya bo'limidan yozma tushuntirish so'rang. Ba'zan texnik sabab, ba'zan qayta hisoblash, ba'zan ijro hujjati, ba'zan bank qarzdorligi bo'lishi mumkin. Sababini bilmasdan turib muammoni hal qilib bo'lmaydi. 8-qadam, mahalladagi imkoniyatlarni ham tekshiring. Ayrim pensionerlar faqat pensiya puli bilan cheklanadi, lekin ijtimoiy yordam, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar bo'yicha yordam, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun reabilitatsiya vositalari, yolg'iz keksalar uchun ijtimoiy xizmatlar kabi yo'nalishlar borligini bilmaydi. Albatta bularning hammasi hammaga berilmaydi. Lekin ehtiyojmand yolg'iz, kasal, daromadi past pensionerlar mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilib, o'z holatini tushuntirish kerak. Bunda tibbiy hujjatlar, daromad ma'lumoti, yashash sharoiti, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 9-qadam, farzandlar ota-onasining hujjatini bir marta tartibga solib bersin. Bu juda katta yordam. Ko'p pensionerlar ko'zoynaksiz mayda yozuvlarni o'qiy olmaydi. Idoraga borishga qiynaladi. Ariza yozishdan uyaladi. Farzandlar esa buni bir hafta ichida ancha tartibga keltirishi mumkin. Papka oching, hujjatlarni yillar bo'yicha joylang, nusxalar oling. Qaysi davrlar shubhali ekanini belgilang, keyin tegishli idoraga birgalikda boring. Ota-onangizning pensiyasi oyiga 100 ming so'mga oshsa ham, bu ularning mustaqilligi va kayfiyatiga katta ta'sir qiladi. 10-qadam. Har bir gapni rasmiy manbadan tekshiring. Men ekspert sifatida sizga yo'nalish beryapman, lekin har bir odamning holati alohida. Qonunchilikda muddat, formula, toifa va talablar o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun yakuniy qarorni doim rasmiy idora, yozma javob va hujjatlar asosida qabul qiling. Ijtimoiy tarmoqda audio xabar, qo'shnining gapi, tanishning tajribasi sizga signal bo'lishi mumkin, lekin asos bo'la olmaydi. Bugungi yaxshi xabar shuki, pensionerlar o'z pensiyasi, staji ustamalari va huquqlarini qayta tekshirtirish orqali real foyda ko'rishi mumkin. Eng muhimi menga shunday hisoblangan ekan deb jim yurmaslik kerak. Hujjatlarni yig'ing, pensiya qanday hisoblanganini so'rang. Hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, arxivdan ma'lumot oling. Rasmiy ariza yozing va javoblarni saqlang. Ayniqsa eski ish joylari, harbiy xizmat, farzand parvarishi davri, familiya o'zgarishi, ish haqi ma'lumotlari va imtiyozli davrlar bo'yicha ehtiyotkor bo'ling. Men yana bir bor eslataman.
Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Pensiya masalasi faqat rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya oladigan bo'lsa, bu videodagi maslahatlarni amalda tekshirib ko'ring. Sizningcha pensionerlar uchun eng katta muammo nima? Pensiya miqdorimi? Hujjat to'plash qiyinligimi? Arxivdan ma'lumot olishmi yoki bank va to'lovlar bilan bog'liq masalalarmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi yoki yaqinlari pensioner bo'lgan odamlarga yuboring. Keyingi videolarda men yana shunday muhim mavzularni oddiy tilda tushuntirib boraman.